Aholining ehtiyojmand, mehnat bozorida teng raqobatlasha olmaydigan qatlami, ayniqsa nogironligi bo'lgan fuqarolarni ish bilan ta'minlashda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan xivalik bir tadbirkorni sizga tanishtiramiz. Xiyval Mehribon tekstil emchajini ochganimga 5 yil bo'ldi. 60 dan ziyod ishchilarimiz bor. 41tasi shundan nogironligi bor fuqarolarimiz. Masalan, plastiklar, gilam doksalar bular ham o'tirib tiladigan ishlar bularni masalan nogironligi bor fuqarolarimizni charchatib qo'ymaydi. Men Mehribon tekstil bilan ishlash boshladim 6 yil bo'ldi. 40'lik gilamni 2 kunda bitiraman. Pulini vaqtında alamiz, bitirganda alamiz. Uyda bekar o'tiribmiz. Kelib turgan sayyohlar ham yaxshi ko'rib oladi. Shu jamiyatda kerakli odam bo'lganimizdan so'ynamiz, faxrlanamiz. Bir dona kashtani 3 kunda bitiraman. 25 ming so'mdan 50 ming so'mdan beradi haqqini. Bularni o'zini pensiya nafaqasi bo'lsam, men masalan oylik bersam, bularni pensiyasini qo'shimcha ravishda daromad bo'ladi. Uyina masalan daromad kirishganidan xursandman. Hozirgi vaqtda bizning yo'nalishlarimiz kashtachilik, kulolchilik, ham gilamchilik bilan shug'ullanamiz. Shu ishlar bilan masalan nogironlarimizdan o'zlariga yoqqan kasblar bilan shug'ullanishadi bizda. O'zi asosan bizning kasbimiz ona meros, ota meros kasblardan. Ben mesela gilamchilikni onamdan o'rganganman. Yana bu yerda turmush o'rtog'im ham, ularni oilasam shu qo'l mehnati bilan shug'ullangan, kulolchilik bilan. Uni ham kasbi ota-boy kasb bo'lib, mana 100 yildan ham ziyod deb aytsak bo'ladi. Nechun desa, ularning otasidan qolgan mana charximiz ham bor. 150 yildan beri shu charxni biz asrab avaylab qo'yibmiz. Hozirgi kunda turmush o'rtog'imni, mana o'g'lim ham shu ishni, shu kasbni rivojlantirib, shu ishlar bilan shug'ullanib kelishmoqda.